Assalomu alaykum qadrli obunachilar, vatandoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni o'rnatdik. Qo'qon shahariga o'rnatdik. Darvozamizning razmeri 3,5 metrga, eni ham bo'yi ham 3,5 metr. Profillari 6 ga 4, qaramligi 1,5 stenkada. Listi 1,8 list, ustiga cho'tirli listlar bosganmiz. Yarim 2 qavatli darvozamiz. 2 tarkali darvozamiz. Darvozamizning kvadrat metri 9 ming so'mdan yasab olib o'rnatib berdik. Kreskalarini sapib, zamoklari zubur zamok olib o'rnatib berdik. Kimga ishimiz ma'qul bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Yasab o'rnatib beramiz darvozani. Darvozaning orqa tarafini ham ko'rsatib qo'yamiz. Zamogimiz mana zubur zamok. Darvozamiz orqa taraf silliq. Vatandoshlar, darvoza kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Samandar qishlog'i.